Mani bitta savol bilasizlarmi, har doim qiynab kelgan. Nimaga aynan 31-da Yangi yil kuni norin yeyiladi? Boshqa ovqat yo'qmi? Ikkita savol qiyin ekan. Ikkinchisi ham bor. Nimaga norinni faqat toshkentliklar oqadi deyshadi? Nahotki boshqa viloyatlarda norin qilinmaydi? Lekin gap u haqda emas. Bizani Rayhonda norinni ko'ryapsizlarmi? Sochi tolasi deb bir tekisda mazali, halol, mesniy go'shtlardan, ot go'shti deysizlarmi, mol go'shti deysizlarmi, hammasi o'z-o'zaniki. Так что arzon narsa hech qachon sifatli bo'lmaydi. Esingizdan chiqarmanglar. Norinimizga kelaverasizlar. Kilosi arzimagan 140 ming so'm. Yoniga qazi desanglar, u ham arzimagan 280 ming kilosi. Yaxshi narsa har doim qimmat bo'lgan, esdan chiqaring. Bulyonini qaranglar, bulyonini qaynashini, bay. Xullas, sizlar bu norinni yeyishga majbursizlar. Bu norinni yemabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Mana qaranglar. Bo'ldi. Tez. Rayhonni 5 ta filav bor. Xolaganiga kelib, bir xil norinni yeb ketsanglar.